Bu bolaning kallasiga qurt tushdi degan gap ko'p eshitgansizlar. Mana shu gapning asoschilari kelib chiqish tarixi qo'ylarga kelib taqaladi. Kim biladi, kim bilmaydi, bilmadimi? Bugun sizlar bilan seniroz kasalligi haqida gaplashamiz. Ya'ni qo'ylarni miyasiga qurt tushdi. Seniroz kasalligi asosan qo'y va echkilarda uchraydigan parazitar kasallik bo'lib, u hayvonning miyasida parazit lijingas rivojlanishi sababli paydo bo'ladi. Mana bunaqa holatlarda ko'proq kuzatiladi. Mana shu qo'chorimda qo'y ovqat yeb turibdi. O'zi bu joyga boryapti. Boradi, bitta aylanib oladi. Bitta aylanib oladi hozir. Keyin kelib joyiga kelib oladi. Mana shunaqa holatlar menda ko'p kuzatilib turibdi. Shuning uchun sizlarga bo'lib ketmoqchiman. Kasallikni tarqatuvchi shu shiringina kuchuv bo'ladi, sen tushunasizlarmi? Da afsus shunda itlarni ichagida yashaydigan lent qurtlari bor. Shu qurtlar kasallikni tarqalishiga sabab bo'ladi. Kasallangan itlar, ularning axlatlari va jasadlari orqali qurt ichidagi tuxumlar dalalardagi o'tlarga tushadi, tarqaladi. Bu dala yaylovlarda qo'ylar yurib o'tlarni yeydi yoki dehqonlar shu o'tlarni yig'ib presslab sotishadi. Shu orqali bizning qo'ramizga, qo'ylarimizga parazitlar yetib keladi. Itlardan tashqari bu kasallikni suv orqali, qushlar orqali, havodagi parazitlar orqali yuqishi mumkin, lekin eng asosiy sababchilardan biri albatta itlar. Xudoga soldim garchi. Shunchaki kulib qo'y. Bu kasallik yuqqandan keyin aynan bir konkret dorisi yoki davosi yo'q. Ko'pchilik operatsiya yo'llari bilan qurtni olib tashlashyapti. Bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmadim. Eng yaxshi yo'li bu profilaktika. Kasallik aniqlanmasidan oldin o'zingiz sezganingizdan keyin choralarni ko'rish. Oldini olish immunoparazitan bilan ko'riladi va multivit bilan. Immunoparazitan kasallikni oldini olish, ya'ni rivojlangan qurtlarni o'ldirish, chiqazib yuborish maqsadida foydalaniladi. Multivit vitamini hamda deksan preparati qo'shib qilinadi. Bu albatta konkret yechim yoki davo deb maslahat bera olmaymiz, lekin biz harakatini qilamiz, sababini qilamiz. Alloh o'zi davosini beradi, xudo xolasa. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar. Bundan ham foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Alchor va sizlar bilan.